Yangi yuzlarmi yo almashib ketdinglarmi? O'rninglar. Almashishganmi? Ha, yo'q, yangilar ham bor, yangilar ham sezilyapti. Bu akani endi ko'ryapmizmi o'tgan safar? Do'ppisiz edingiz o'tgan safar. Ha, o'shancha. Yaxshi keldinglarmi? Tuzumsizlar? Kanikullarni o'tkazib, yana bosh og'riqqa kirib, bir qator. Yaxshi. Xo'p, o'zingizlarni priyomiylarni o'zingizlarga qo'llaymiz. Vazifani kim qildi? Esimizdanmidi? Qaysi ehtiyojlar, qaysi o'quvchilar? Aha. Yashang. Xo'p, kim boshlaydi? Asosiy ehtiyoj nima ekan bolalarda? Yana? Yana? Ya'ni? Borish? Yo'q, bor edi. Qaysi formatda ko'rdingiz? Qiynalib bajarish. Masala berganda. Bajarmasdan yurish, imtihon kelganda qiynalish. Yaxshi. Yana? Rohatlanish. Yana? Yo'q, 9 tani sanasanglar hisob emas. Qanday bo'ldi? Xavfsizlik. Qanday ko'rinishda bo'ldi? Oilaviy hamda o'rtoqlari bilan chiqisha olmay qolishdagi kamsitiladigan o'quvchilarda. Ularda qanday formatda ko'rindi? Misol uchun 7-sinf o'quvchi bor. 7-sinfim bor. Unda bitta judayam hamma fonni o'qishga harakat qiladigan o'quvchi borda. Boshqalar unlarga nisbatan pastroq o'qiydi. O'sha pastroq o'qiydigan o'quvchilar, o'sha zo'r o'qiydigan o'quvchini ustidan kulib, sen anaqa zo'r o'qiysan-ku deb ustidan kulib, o'zini xavfsizlik his qiladi. O'sha o'quvchini ustida hammasi kuladi. Zo'r o'qiydigan o'quvchini ustida. Xo'p, natijada u sinfdoshlari bilan umuman gaplashmaydi va juda ham uzoqlar. qiziq. Juda ham uzoq bo'lganini qayerdan bildingiz? Chunki uni hech qanaqa o'rtog'i ham yo'q. Biror bir narsa demoqchi bo'lsam, ozgina cho'chib gapiradi hamma narsadan. O'rtadagi o'quvchilar bilan ham gaplashayotganda juda ham katta seziladi. Xo'p, yana e'tibor bermanglar, keyinga o'zimga zametkaga qo'yib ketay. Xo'p. O'tirib gapiravering. Xo'p. O'zim savol tuzdim. Xo'p. Aniqladim, 30 ta o'quvchi bilan tan olishdi, 30 tadan 16 tasida. Savolda ham sizga ustoz tomonidan eng yoqadigan narsa deb berdi. Savolda variantni ham qo'ydim. O'qituvchini, ya'ni o'qituvchi sizni maqtash yoqadimi? Yoki ko'proq topshiriq berish yoqadimi? Xo'p. Keyin yana bo'sh variant qoldirib, qo'yganlarni belgilash uchun, undan tashqari bo'lgan fikrni aytish uchun ham. Keyin rohatlanishda unda darsda ko'proq nimani yoqtirasiz? Masalan, darsda ko'proq nima bo'lsa, sizga ko'proq yoqadi deb savol bergan. Ko'p o'quvchi o'sha darsda o'yin tarzida olib borishdi deganda, 30 ta o'quvchidan 16 tasi shu darsda o'yin tarzida olib borish xohlarkan, ko'pchilik shu qolgani yo'q bizda. Siz foizda qilib kelinglar dedingiz, faqat nechta qilmagan. Matematikmisiz? Bu yoshga nisbatan ham bo'ladimi? Bular sinfi yoshda. Hozir 7-sinf bo'ladi. Har xil bo'ladi. 7-chi 15 ta 7-sinf, 15 ta 8-sinf. Xo'p. Keyingisi azoblanishdi. 24 ta o'quvchidan ishlagan 30 tadan 24 tasida. Ularning savol, siz nimadan ko'proq xavotir olasiz, ko'proq nimadan qo'rqasiz degan savol edi. Qiziq, hozir men qaysi viloyatda? Shahardami? Maktabingiz? Maktabda mashg'ul, maktabda sinf rahbari bo'lib ishlayman-da. Ne, bu sal cho'chiydigan narsa lekin. Agar 24 ta o'quvchi azoblanishga ehtiyoji bo'ladigan bo'lsa, demak, umuman boshqa narsalarga e'tibor qaratish kerak. Asosan nima deyapti? Noto'g'ri qilaman, noto'g'ri qilishdan qo'rqaman. Deb savol. Yaxshi. Kim protsenti aniq o'sha aytilgandek protsent miqdorida hisoblab ko'rdi? Ustoz, shuni foizini chiqarib bersa bo'ladimi?
Bo'ladi. Bo'ladi. Hisoblaganlar bormi? Hayda, bizda matematiklar bor, biologlar bor, botaniklar bor, kimyo bor. Kimyoni yarmi matematika adashmasam. To'g'rimi? Nima qilay endi ana? Daftarim qolib ketibdi deysizlarmi? Yaxshi. Sizlarga savol. Ko'p uchraydigan holat, hozir ham shu mavzu ko'tarildi, shuning uchun prosta zametka qo'yib ketdim. Nima sababdan yaxshi o'qiydigan o'quvchilar yomon o'qiydigan o'quvchilar hech qachon qanaqa deb tushuntirsam ekan, yaxshi o'qiydigan o'quvchilar ana sho'x, to'polonchi, janjalkash bo'lmaydi. Yaxshi o'qib turib, sinfda eng xuligan to'polonchi bo'lgan. Bunaqa ham bormi? Men ko'rmagan ekanman. Zo'r, agar bo'lsa zo'r. Nimaga yomon o'qiydigan o'quvchilarni doim xulqida muammo bo'ladi? Hech shu narsani bir o'ylab ko'rganmisizlar? Ortiqcha vaqt ko'p bo'lgandan keyin ortiqcha narsalar ko'p chalg'aydida. Yo'q, tez qoladi. Yomon o'qigani uchun u ko'p tanqid qilinadi-da. Yomon emas. Kelinglar, bugun shunga o'xshash bir mavzuni ko'rib chiqamiz. Bugungi ko'radigan mavzuyimiz valyuta deb nomlanadi. Mehki znak bormi, yo'qmi? Bu sizlar uchun ham juda muhim va o'quvchilarga tushuntirayotganinglarda ham bu juda muhim narsa. Odamni har qanday narsaga nisbatan to'lovi bor va odam o'zini har qanday enni qilgan ishi uchun to'lov qabul qiladi. To'lov valyuta shaklida. Valyuta deganda aynan dollar tushunmanglar. To'lov. Bugun sizlar bilan ana shu to'lovlarni boshlang'ich 4 tasini ko'rib chiqamiz. Aslida bular juda ko'p. 20 ta. Darajama-daraja miqdorda. Xo'p, odamni har qanday qilgan ishi uchun, bajargan ishi, harakati uchun birinchi navbatda qanday to'lov talab qiladi va odamlarga birinchi navbatda qanday turdagi to'lov kerak? Birinchi navbatda eng yuqori darajada turadigani. Aynan o'sha ishni o'zi qilganini bildirishmi? No, bu uzun gap, umumiy nomi bor. Hurmat. Yo'q. E'tirof. Rahmat. Demak, bitta narsa esinglarda tursin, har qanday o'quvchini yuragiga yetib borish uchun, har qanday ishni bitirish uchun, har qanday savolinglarga javob topish uchun birinchi navbatda bilishinglar kerak bo'lgan narsa qarshilardagi odamga e'tibor qaratishinglar shart. Va mana shu to'lovni qiladigan bo'lsanglar, ular umri davomida izlab yurgan, yetishmay yurgan eng katta to'lovni sizlardan nima qiladi? Qabul qiladi. Qarz berganlar bormi oramizda? Doimiy qarz beradiganlarchi? Qarzini ola olmay yurganlarchi? E'tibor beringlar, diqqat bilan. Qarz so'raydigan odam sizga e'tiborni qanaqa darajada ko'rsatishini bir eslab ko'ringlar. Siz pul bermaslik uchun xijolat bo'lishni boshlaysiz. Xuddiki o'zingizni pulingiz, hozir shuni bermasangiz, siz dunyodagi eng yomon odamsiz-da. Tushuntira oldimmi? Pulni so'rab borsangiz ham xuddi o'sha narsa. Sen zo'rsan, sen yaxshisan, cho'nchagingizga suv purkab jo'nataveradi. To'g'rimi? Demak, har qanday odam bilan muomalada, munosabatda birinchi e'tibor beriladigan narsa e'tibor.
agar e'tibor to'lovini to'laydigan bo'lsangiz, har qanday odam bilan munosabatingizni joyiga qo'yib olishingiz mumkin. Demak, birinchi o'rinda bu turadi. Ikkinchi o'rinda ne, aytdinglar bu narsani. E'tirof. E'tibor bilan e'tirofi nima farqi bor? Aha, e'tibor nima? E'tibor ko'rsatmasdan tan olish. Ya'ni bu boshqacharoq ketadi-da. Tsepочка zo'ri. Tushundingiz-a? Yo bo'lmasa hamma ham bunaqa planshet ishlatmaydi. Bu e'tibor bu. Farqini tushunyapsizlar? Men maqtaganim, ana ochiq oydin maqtaganim bilinmayapti. Ko'rsatmasdan e'tibor bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu narsani nima qilish? Ko'rsatib turib amalga oshirish. Tsepочкangiz вообще zo'r ekan. Siz mana bu ishni zo'r qildingiz. E'tibor beradigan bo'lsanglar, mana buni narxi qimmatroq. Nima sababdan? Chunki bekorga taqmadingiz-da buni. Конечно. Ne, o'zida borini ham bekorga kiymagansiz-da. Ne, shuni bekorga sotib olmagansiz-da. Tushuntira oldim-a? Ya'ni o'sha bir odamda ko'rsatmoqchi bo'lgan narsasini, bildirmoqchi bo'lgan narsasini, hatto daftariga bir narsani chizib keldimi, bola bir narsani olib keldimi, e'lon qilmasdan e'tibor berib qo'ying-a. Bolani ko'ngliga, yuragiga shundoq nima ochiladi? Bemalol, VIP. Lekin biz mana shu narsani qilishni xohlamaymiz. Nima uchun? O'zimizni menligimiz yo'l qo'ymaydi. Ikkinchi masala bor. Bu narsani ayollar ko'proq aytadi, erkaklarda ham xuddi shu masala bor. Agar hozir maqtasang nima qiladi? Hech kim o'zidan ketmaydi, xavotir olmanglar. Agar siz haddidan oshishiga yo'l qo'ymaydigan bo'lsangiz, hech kim o'zidan ketmaydi. Ana shu qarshimizdagi odamni haddidan oshishi, o'zidan ketishiga ham aslida o'zimizni xohishimiz bor. Bu to'g'risida yana gaplashamiz. Uchinchisi, bu narsani любой narsada ishlatsanglar bo'ladi. Direktorga ishlatsanglar bo'ladi, zavojga ishlatsanglar bo'ladi, soatinglarni ko'proq yozishga ishlatsanglar bo'ladi. Quloq solmaydigan o'quvchiga ishlatsanglar bo'ladi. Ko'chada taksistga ishlatsanglar bo'ladi. Yo'q. Paxta qo'yish u вообще грубый variantida. Buni tonki yo'llari bu. Ha. Ha. Tushunyapsizmi? Uchinchisi. Rag'batlantirish bo'ladimi? Yo'q. O'sha ikkalasiga kirib ketadi. Va kelinglar bitta savol berish shu yerda. Pul nechinchi o'rinda deb o'ylaysizlar? 11-o'rinda. Hayron qoladiganlari bor ichida. Sog'liq nechinchi o'rinda? 16-o'rinda.
Ne. Sog'lig'ingiz uchun qilishingiz. Tushundingiz? Siz sog'lig'ingiz o'zingizga ham kerak emas, xavotir olmang. Chunki achchiq qilib ana yengil kiyimni kiyib chiqib ketdingiz-ku. Sizga zarar, u anonga emas, u yotibdi uxlab telefonni o'ynab. To'g'rimi? Biz jahl qilyapmiz, yo bo'lmasa biz o'sha yemay yuramiz. Bizga kerak emas sog'lig'imiz. Uzr, u esinglardan chiqaringlar. Uchinchisi. O'zi qandaydir rohatlanishni Mana yo'nalish. Mana shu yo'nalishi. Dalsha. Maqtash 2, e'tirof. Yo'q, rag'batlantirish kirib ketadi mana shu ikkalasiga. Nima xohlaysizlar? Bir narsani qilib kelganda, bir narsani olganda. Rahmat eshitishning sal boshqacharoq varianti bor. Ana o'qituvchilar qaynonasiga 2 qo'ygisi kelib turadi-yu. Yaxshi baho uchun hamma narsaga tayyormiz. Bu konkretniy narsalarga nisbatan. 4-inchisi gapirdinglar. Mana shu yoqdan chiqdi, mana shu o'rtadan. Давай. Tasavvur qilinglar, odamlar mana shu uchun yashaydi azaldan. Azaldan ekonomika ham shuni ustiga qurilgan, siyosat ham mana shuni ustiga qurilgan. Yo'q. Gapini tan oldirib kirish ham bormi? Buni e'tibor o'ziga, meniki. Sani gaping to'g'ri. Yana. Hozir sekin asta o'tgangi darsimiz bilan bog'laymiz-da, uni hali joyi turibdi. Oldin tushunib olinglar nima haqida gap ketayotganini. Keyingi valyuta. Rivojlanish yo'q bitta, xavotir olmang. Yo'q. Odam bir ishni qilgandan keyin nimasini xohlaydi? Yo'q, taqdirli. O'quvchi siz bilan birga rohat topishi kerak. Endi yana bir marta o'sha mavzuga qaytaman. Nima sababdan bu narsani biz qilishni istamaymiz? Qiladigan bo'lsak boshimizga chiqib oladi deb o'ylaymiz. Lekin shu yerda bir narsani aytishim kerak. O'tgan safar ham aytdim, undan oldingi hafta ham aytdim, undan oldingi darsda ham aytdim. Bu narsaga maksimum 15 kun vaqt sarflaysiz xolos. Lekin 1 yil davomida buni mevasini olaverasiz. Yigitlar, bir qiz bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, gul berasiz, sovg'a berasiz, yaxshi gapirasiz, ha degandan keyin hech qaysi yo'q-ku. To'g'rimi? Ayollar o'sha yigitga boshida chiroyli, hamma pardoz, andoz, prichoska o'sha erga tekkandan keyin o'sha tadadon bo'ladi-yu. Yo'q-ku yog'i. To'g'rimi? O'sha ha degungacha mana shu to'lovlar kerak. Faqat 4tasi, bizda 20tasini ro'yxati bor shuni.
Bu degani odamlar bilan munosabat qilayotganingizda, mana shu har qanday ish qilayotganingizda nima qilishingizdan qat'iy nazar siz albatta mana shu yerdagi 20 ta to'lovdan bittasini olishni xohlaysiz. Pul 11-o'rinda deyapman. Mana bular 1-o'rinda. Hozir ishxonangizda ko'p aytdim bu narsani. Sizlarga ham aytgandirman. Hozir ishxonangizda sizga 50 million oylik beramiz, lekin o'quvchilaring ham bir tiyin yilmaydi, kollektiv ichida ham odam o'rnida ko'rilmaysan desa ishlamaysiz. Demak, sizga pul muhim emas. Endi siz hurmat taxtasida turasan, ordening bo'ladi, medal olasan, hamma seni gapingni qiladi. Pul kerak emas. Ishonaveringlar. Kerak emas. Ana shuning uchun nima sababdan bu narsani aytyapman? Siz har bitta o'quvchingizni to'lovi nima ekanligini tushunib olishingiz nima? Zarur. Lekin biz u narsani qilmaymiz. Biz faqatgina sen xulqingni to'g'rilashing kerak. Sen ovozingni balandroq gapir. Sen tinuvroq gapir. Sen aktivniroq bo'l, sen passivniroq bo'l. Qilmoqchimiz. Tasavvur qiling, mana tasavvur qiling. Oddiy misol. Hayron qoladigan misolda shu Toshkentda aholisi o'qituvchi bo'lib qolsin. Hammasi maktablarda dars beradigan. Nima qizig'i bor? Lekin biz shunaqa qilmoqchimiz u. Hammasini eng qizig'i kimga o'xshatmoqchimiz? Xuddi o'zimiz bu narsani qoyil qilib qo'ygandek. Biz ularni to'lovini nima ekanligini tushungan holda qaysi narsa kerakligini bilgan holda yaxshi yoki yomon xulqliligini hisobga olgan holda agar o'sha 9 ta ehtiyojdan qaysi biri aktiv ekanligini tushuna olsak va o'sha joyiga gapni bir dona gapni gapirsak bo'ldi. Mana gap nimada? Lekin bizga buni keragi yo'q. Labay? Menimiz yo'q qo'ymayman. Agar kimdir Instagramga olib chiqarsa gapirasiz lekin. Chunki nima kerak? E'tirof kerak. Kecha kuni bitta bizda o'qiyotganlarning bittasi HR bo'lib ishlaydi, institutda, xususiy institutlarning bittasida professorlarni, domlalarni yig'ib olib shu to'g'risida dars o'tibdi. Rosa so'kishibdi. Hammani vijdonini qiynab yubording. Shartmidi shunchalik gaplarni gapirish? Ochiq oydin aytganda. Xo'p. Endi uni to'lovini nima ekanligini aniqlash uchun nima qilish kerak? Mayli, buni ham qo'shdim. Birinchi o'chirda ehtiyojini bilish kerak. Yana ehtiyojlarni qanday aniqlaymiz? Savol berib, e'tibor berib, yana suhbatlashib, savol berib, yana dars jarayonida yana keyin o'rtoqlar bilan gaplashayotgan paytda kuzataman. yana eng oson yo'li bor.
bir haftacha vaqt ketadi, lekin hammasini kartasini chizib olsangiz bo'ladi. Doskangizni berib tursangiz maylimi? Yo'q, aynan shu kerak edi, hozirgi joyi kerak edi. Rangli joyi. Hammanglar planshet olinglar demayapman, rangli qalamlar tiqilib yotibdi. O'quvchilarni kategoriyasini mana bundekanga bo'lib ketishingiz eng zo'r narsa. Ya'ni mana bu familiyadagi mana bu ehtiyoji bor odam, mana bu familiyadagi mana bu ehtiyoji bor odam. Tushuntira oldimmi? Eng oson variantini men sizlarga aytib beraman. Eng oson varianti va eng qiziq varianti maqtaladigan, tan olinadigan holatni gapiryapsiz. Qaysi o'quvchi reaksiyasi ko'proq? Qiynaladigan holatni aytyapsiz. Kim gapirgisi kelyapti? Rohatni, maza qilishni gapiryapsiz. Kim ichidan sakrayapti? Ertangi kunda himoyalashni, xavfsizlikni gapiryapsiz. Kimni ichidagi gapi qaynayapti? O'sish, rivojlanish hammasini mana shu tartibda olib boradigan bo'lsangiz, bitta darsni o'zida 5 minutdan vaqt sarflab 45 minutda hammasini ehtiyojini aniqlab olsangiz bo'ladi. Yoki sekinlik bilan. Siz uchun eng zo'r bo'ladi. Misol uchun o'quvchining familiyasi, o'zingiz uchun belgi qo'yib olasiz. Bitta qizil qo'ydingiz, mana bunga bitta qizil qo'ydingiz, mana bunga bitta qizil qo'ydingiz. Bu tan olinish ehtiyoj. Azoblanish bor, yo'q. Bittasida yashil, hammasiga belgilab chiqsangiz, qaysi bir aktivniroq, vajniyroqligini ko'rib olasiz. Oddiy statistika. Va shundan keyin ana shu o'quvchiga gapirmoqchi bo'lsangiz, shart emas. Falonchi yeb tur. Nimaga bunaqa qilyapsan? Kerak emas. Ehtiyojlarini shunday yig'asiz. Unga nima kerakligini bilasiz. Valyutasini to'laysiz. Darsda shuna gapirasiz, aytmoqchi bo'lgan gapingizni bittada yutadi. Sen bola, sen qilmaysan sen. Yoz. Noto'g'ri. O'chir, qaytadan yoz. O'chir, qaytadan yoz. O'chir, qaytadan yoz. Unut xohishi shu. Yordam berish kerak emasmi? Azobdan chiqish kerak emasmi? Kurashyapti. Qo'yib qo'yish kerak emas odamga. Yo'q. Darishi azobdan. Uni yo'li shundan. O'zi yetib ketadi. Faqat biz o'zimizga boshlayotgan bo'lamiz. O'zi o'sha narsa qilayotgan bo'ladi. O'zi xohlayapti. Siz shu narsa orqaligina rivojlantira olasiz uni. Oddiy misol, men o'zim guvohi bo'lganman. Necha marta bu eksperiment qilib ko'rganman. Meni oldimga kelishadi, ko'z yosh, yig'i-sig'i, menga hech kim ishi yo'q, menga pul bering, ish bering, gap yo'q. Mana pul, mana ish. Ishla. Hali birorta odam ishlagani yo'q. Chunki uni ehtiyoji nima edi? Nimalar chiqib ketib qoldi? Uni ehtiyoji azob edi. Men unga gap yo'q, siz shunaqa qiynashibdi siz desam bo'ldi edi, shu kerak edi. Unga pul ham kerak emas edi, ish ham kerak emas edi. Vaholanki normalniy ish taklif qilganman, taxminan $2000. Ko'p bo'lgan bunaqa holat. Misol uchun aytib beraman sizlarga buni valyutani qanchalik muhimligini. Bir odam bu Avstraliyada bo'lgan voqea kelgan. Psixolog oldiga kelganda aytgan. Men 24-25-yillarda tug'ilganman. Tug'ilishim bilan ota-onam tashlab ketdi. Yetimxonada katta bo'ldim. Yetimxonada kaltaklashdi, urishdi.
Ikkinchi jahon urushi boshlandi, mana ikkinchi jahon urushiga yuborishgan Britaniya qo'shinlari bilan birga. Urushdim, u yoqda plenga tushdim. Urush tugadi, bizni chiqarib yuborishdi. Plenda mana bunday qiynashgan bizni. Kelib turmushga qurdim. Bitta farzandli bo'lganimda xotinimni boshqasi bilan ushab oldim. Ajrashib ketdim. Xotinim u bilan ketib qoldi. Bolam meni bo'ynimda qolib ketdi. Bolamni qiynalib katta qildim. O'zim bilan ishga olib borardim, zavodda ishlar edim, o'zimni yonimda yurar edi. U katta bo'ldi, meni tashab ketdi. Qariyalar uyiga ham tashab ketdi. Mana shu holatda mana hozirgi kunda tinimga qo'yib kunimni ko'rib yuribman desa haligi psixolog. Yaxshi. Keling, buni hozir prarabotka qilamiz, xotirjam bo'lasiz. Yaxshi odam emas ekansiz deb chiqib ketgan ekan. Juda qiynalibsiz, sizga qiyin bo'libdi, dard tashlash kerak. Uni to'lovi nima edi? Tushunyapsizlarmi? Mana shu darajada muhim. Ayollar, qaynanangizga nima muhim? Erkaklar, ayolingizga nima muhim? Yo, mashte hammasi. Hammasi. Tushunyapsizlarmi? Bitta narsani hisobga olinglar. Odamning qobiliyati qaysi tomonda bo'ladigan bo'lsa, rivojlanish yo'li shu tomonda bo'ladi. Siz uni o'zgartira olmaysiz. Bitta multik bor, kim ko'rgan? Крылья и ногими degan. Крылья, ноги. Крылья, ноги, хвост. Qidirib ko'rsanglar bor. Tuya qushga bittasi uchishni o'rgatmoqchi bo'ladi-da. Unga kerakli to'lovi to'laydi. Kerakli gapni gapiradi, u uchishni o'rganaman deb yuraveradi. Baraka topkurlar, sizlar bolani holatiga, taqdiriga, hayotiga, yashash tarziga, ota-onasiga ishinglar. Bolani oldinglar, u qanday formatda qabul qiladi aniqlanglar va shu format orqali bo'ldi. Umuman ta'sir nimasi bo'lmasa-chi, menda hozir shunday holat bo'lyapti-da. Katta sinflar o'sha 10-11 sinflar faqat ularga telefon bilan qo'ldagi o'yin bo'lsa bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. Demak, chuqurroq kavlamagansiz. Chuqurga man Demak, o'g'it solmagansiz. qiziqarli nimadir beraman deb aytaman, ham savol bersam, qiziq, ustoz jim o'tiraylik, mayli dars qilmasang biz telefonda o'tiraylik deydi faqat. Xo'p, nimaga telefon orqali bormadingiz? Telefon orqali? Kim mana buni qilib bo'lsa, marhamat o'ynaversin. Shunday qiladiki, bir bit konspekt yozib keladi-da, borib telefon o'ynaydi. Ma bo'ldi. Siz xuddi shu narsadan itak shuni qilar ekan, to'g'ri foydalaning. Ularning to'lovi nima? Rohat. Telefonni yig'ilsin, bo'ladi yo. Bo'lmaydi. Foydasi yo'q. Undan keyin ataylab siz darsingizni buzish uchun bor mahoratini ishga soladi, to'g'rimi? To'g'ri. Xo'p, birinchi darsga kelganinglarda ko'pchiliginglar ham telefon o'ynab o'tiruvdinglar. Birortanglarga telefonga qaramanglar demadim-ku. Nimani gapirdim? Aytishinglar mumkin, biz ko'p-katta odammiz-da. Yo'q. Hammaga valyuta bor. To'ppa-to'g'ri. Hammaning o'zining valyutasi bor. Sizlarning valyutanglar nima? Agar men darsimga quloq soladigan bo'lsanglar, shuni olishinglarni men necha marta gapni orasida bildirib-bildirmay gapirib o'tib ketdim. To'lovni qabul qildinglar va shu yerda o'tiribsizlar. Mana gap nimada.
uni farqi bor, qanday yetkazishi. Men ko'p gapiraman, ko'p so'rayman. Aynan hozirgi aytgan narsangizda mavzu ochilib qoldi. Ayollarning 10 ta vazifasi bor erining oldida. Ro'yxatni beraman-da ayol kishiga, shuni nechtasini bajarasiz desam-da o'qiyman. Hammasini cho'tki bajaraman dedi. Cho'tki bajaraman, rostdan. Vashi, mamdek qilaman. Endi ko'pini erini ham taniyman, endi oilaviy kelishadi. Qaysi birini qiladi desam, u ham hali ikkita bo'lganini ko'rganim yo'q. Tushunyapsiz-a? Ya'ni men to'g'ri qilyapman deb hisoblab qilamiz. Qayerda xato qildim, nimani o'zgartirishim kerak deb emas. Dars kelganimdan beri o'shani deb o'ylayman. O'zgartira olmagandan keyin battarishdan qiynalib bo'lmayapti degan narsa. Nocha qiynalsin. Demak, oxirgi Bilmayman, juda qiyin o'quvchilar. Men yana rus sinflariga kirganim uchun umuman na gapingizni eshitadi, na qiziq biror nimani kerak ularga. Qiziqtirib bir nima borsam ham, nima jim o'tiraylik, nima kerak bizga shu deb o'tiraveradi. demak, oxirgi yetmadi. Demak, davom etasiz. Nechaga kirdingiz? 23. Ha, 11-sinflarga qaraysiz. 11-sinflar sizga qurbondek qaraydi. Ha? Ha? Yurakchalar chizib bir narsalar qilishadimi? Yo'q. Qo'yib bersangiz qilishadi ham. O'shancha bitta narsa bor. Had, hudud degan narsa bor. Yosh o'qituvchilarda shu xato ko'p bo'ladi. Kiyimingiz haqida gaplashmang. O'zi nima chegara qo'yib olganman. Boshida darsga kirganimda ham shaxsiy savollar berishlar. Nima qilsa javob bermayman, chip turmay hazilga yo'l ketaman. Keyin o'zlari tinchib ketib boshqa narsa haqida so'rashmaydi. Men hammaga aytayman-da. Kiyimingiz haqida gaplashmang. Prichoskangiz haqida gaplashmang. Yoshingiz haqida gaplashmang. Oilangiz haqida gaplashmang. Bugun uyingizda nima bo'lgani haqida gaplashmang. Uni uyida nima bo'lgani haqida gaplashmang. Tushuntira oldimmi? Maqsadlaringiz haqida gaplashmang. Maqsadlari haqida gaplashmang. Qiziqtiradi. Masalan, ularning maqsadiga sal qiziqsangiz, keyin sizga sal ochiladi. Ayni 11-sinfda. Aytishingiz mumkin. Oldin ularning yuragini zabt qiling dedingiz, endi yaqinlashtirmang deyapsiz. Nima farqi bor? Yuragini zabt qiling, chegarada turing-da. Maqsad ham chegaraga kiradi. Emotsional bog'liqlik degan narsa bor. Bu ikkita narsada bog'lanadi. Dard va muammoni gaplashganingizda, maqsad va rejani gaplashganingizda, maqsadini gaplashayotgan paytingizda uni mana shuni ilmdan qanday foydalanish to'g'risida gaplashavering. Kim bo'lmoqchisan, qanaqa bo'lmoqchisan, ertaga nima bo'lasan, yaxshi lavozimga o'tsam o'tib ketasan, sen lavozimga o'tganingda meni ko'rgani kelasan. Gaplashmang. O'qituvchilar ko'pida chegara yo'q. Keyin ko'p o'quvchisini yaxshi ko'rib qoladi. Mumkin emas. Hozirgi sanadimki 6 ta, 7 ta, 8 ta narsa. Bu запретный zona hisoblanadi. Mumkin emas. Chunki mana shu sanagan 8 ta narsamni birortasiga javob berdingizmi, dardingizni aytdingizmi, muammoingizni aytdingizmi, qo'yaver falonchi yeb dedingizmi, bo'ldi, pishdingiz, Allohu akbar. Shunday yiqildingiz o'quvchini oldida. Tushunyapsizmi? Biz o'sha xatoga allaqachon yo'l qo'yib qo'yganmiz. O'zingizni maqsadlaringiz, men sizlar hali zo'r bo'lsanglar, sizlarni ko'raman, ko'rib xursand bo'laman, orqanglardan rahmat eshitaman. Bir tiyin o'quvchingizga bu narsa. Gapirmang bunaqa narsalarni. Sizning maqsadingiz uni yuragiga, qalbiga kirib borishdan asosiy maqsadingiz ilm berish, qalbiga egalik qilish emas.
Tushuntira oldimmi? Shuning uchun nim tabassum, jiddiylik, ortiqcha savollarga siz aytgandek javob bermaslik va har xil eksperimentni yangini doim qo'llab turish. Emotsional bog'liqlikni yomon tomoni nima? U sizga yopishib qoladi. Yopishib qoladi. Qalbiga kirishi bilan emotsional bog'liqlikda nima farqi bor? Siz uni nozik joyini bildingiz, o'sha yo'l bilan kirdingiz, kerakli narsani berdingiz va orqaga qaytib darsdan shuna chiqqan paytingizda siz уже assalomu alaykum desa, sen kimsan? Oting nima sani? Qayerdan kelib qolding? Tushuntira oldimmi? Chegara. Zvonokdan keyin begona bo'lishni yana kim qo'llab ko'rdi? O'tgan safar bitta qizimiz qilib ko'rdi. Qiluvdingiz. Xo'p. Yana. Dars yo'q? Begona bo'lish deganda. So'ragan narsasiga javob bermaslikmi? O'quvchi bo'lishni talab qilmaslik. E'tibor talab qilmaslik o'quvchidan tanaffusda. Ana aytadi-yu, falonchi nima salom bermading desa, kanikulga domla deydi. Biz o'sha ko'chada yurganimizda ham e'tibor talab qilamiz. O'zimiz bilmagan holda yaxshilab qaranglar holatingizga. Bu professionalniy kasallik bu. Sekin kuzatsangiz bo'lasiz. Gapiring. O'tgan yil ishga kirgan paytimda o'zimcha o'qituvchilarga hamma salom berish kerak deb o'ylardim-da. Keyin bu yil ikkinchi yil ishga kirgan paytimda o'sha o'quvchilar ko'rib men salom bermasligini o'rganib qoldim. Keyin bu odatiy hol bo'lib qoldi. Keyin unga umuman e'tibor bermayman. Umuman so'ramaymiz-a, xullas baribir so'raganingiz bilan ham boshqacha gap aytib qo'ysiz, uyalib qo'yish mumkin, o'shanda so'rashning keragi yo'q deb. Ehtiyoj. Shuni hisobga olib gapirasiz. Hozirgi kunda kelinglar realniy keysni ko'rib chiqamiz. Aniq hozirgi kunda juda xavfli tus olayotgan keyslardan bittasi. Va bu qizimizda ham shu gap bo'ldi. Multfilm. Yaponlarniki. So'z mashinada. Hammasi Topgan bor ekanda, 7dan 8ta tomlik. O'qib chiqdingizmi? O'qib chiqdingizmi? Bu o'qib chiqmadim, bitta o'quvchi Bolalarga bo'ldi. bitta o'quvchidan olishni. Ana rasmda kam so'zlar. Yaxshi. Hozirgi kunda bu narsaga ko'pchilik o'quvchilar o'tirib qolyapti. Buni har xil turdagisi bor. O'ta darajada jirkanchlari ham bor. Lekin ota-onaga mana multik deb ko'rsatyapti, hech kim hech narsa demaydi. Aha. Kutubxonalarda o'quvchilarga ko'p. Ha? Lekin yaxshi ma'noda yaxshi mafkurada bo'lsa, uni yaxshi yo'nalishda bo'lganlar. Shuni aldab olish iloji bo'lsa. 90% bolalarda bu kasallik bor. Hozir ayni vaqtda va ota-onasi bilmaydi. Uni normalnisi yo'q. Normalnisi yo'q. Как minimum o'rgatadigan narsasi senda bir narsani qoyillatishing uchun обязательно сверхъестественный kuch bo'lishi kerak. Va bu сверхъестественный kuch bo'lish uchun kimnidir o'ldirishing kerak. Bu eng chiroylisi bu. Nima o'yinmi bu? Multfilm. Yaxshi. Biz multikka zapret qilishni eng yaxshi variant deb hisoblaymiz. To'g'rimi? Xo'p, uni nimaga ehtiyoji bor? Bolani qaysi ehtiyoj aktivniy? Bu nima bor?
Iste'molmi? Ehtiyoj. Ana 9 tani sanavermanglar. Aniq. Nima uchun tan olinish? Chunki o'zi tan olmagan. Ya'ni Tan olinishi sababi O'sha yerda ko'rib, giroylardan tomonlagan ko'rish. o'sha yerda O'zini o'rniga qo'yib ko'rish. qahramonni o'rnida. Yana men sizlarga nimaga realniy keysda tushuntiryapman. Keyingi safar shunaqa masala bo'lib qolsa, yechish oson va narigi odamga kerakli gapni gapirish uchun. Yana tan olinish nima uchun? o'zi o'sha ishni qila olmaydi, qahramonga ko'radi. Qahramonni o'rnida yana. O'rtalari ham ko'ryapti-ku, bu bir-biriga tanlovlar. Yo'q, yana. Boshqa muhitda o'zini tasavvur qiladi. O'sha anaqa. Qahramonni o'rnida ko'rish kirib ketadi. Erkin va fikr va gap. U yoqda hech kim bir-birini cheklamaydi. Hamma og'ziga kelganini gapiradi. Chegaralar yo'q. Hayotda chegara bor, ota-ona, ustoz. O'shaning uchun ota-onaga nisbatan munosabatlar ham o'zgarib ketadi. Yana u joyda xolaganini gapiradi. Yana bitta. Chegara yo'q, erkin. Yana. Sizlar bu darslardan prosta tak eshitib ketishinglar foydasi yo'q. Tahlil qilishni o'rganishinglar shart. Ustoz yerda qo'shimcha qilib ketmoqchi. Bemalol. Mana shu muammoga barcha ustoz duch keladi. Mana men o'quvchim ko'rmaydi deydigan ustoz yo'q-da, mana shu yerda. Yo bilmasligingiz mumkin. Lekin mana shu muammo har bir o'quvchida bor. Darsda o'qib o'tiradi. O'ynaydi. Ayniqsa sizniki. 11 sinflar. Davay. Anavi g'oliblik ham, g'oliblikka bo'lgan intilish. Yashang. O'yinlarda. Yashang. Yana. Bittasi qoldi. Yo'q. Azobga yaqinroq. Yutqazish. Jazo. Bosh qahramonni o'rniga o'zini qo'yib, nariga jazolangan paytda maza topadi. Bu faqat tan olinishi o'zida turibdi. Keyingisi qaysi ehtiyoj? Rohatlanish shundan keyin. Egalik. Asoslab beringlar. O'zini vaqti o'zini chegarasi. Yana chegara taqadi. Misol uchun o'sha yerda qanaqa bo'ladi? O'sha geroylarni qandaydir kuchi bo'ladi, o'sha orqali boshqa o'rtoqlarda ham bo'ladi. Meni geroyim mana shunaqaroq deb bor bo'lish hissini Egalik. Sizniki bilan siznikini jamlash kerak. O'zini dunyosi bor. O'zini quvvati bor. O'zini yo'li bor. Bo'ldi, o'shaning uchun qaysidir kimlargadir fanat bo'ladi. Bo'ldi, meni qahramonim mana bu deb tanlab oladi. U yoqda 18 tami, 9 tami bor. Bo'ldi. Yana. Sizlik ham bormi? O'sha yerda o'zini xavfsiz his Ha, qiladi. O'zini o'sha dunyosida. keyin geroylarni aytayotgan Sal. gaplarini aytib o'shandan nima qilishchi? O'sish rivojlanmoqda deb o'ylashchi. Yo'q, e'tibor shu u narsa yo'q. Endi o'zini fikrida. Yo'q. Bor bo'lish. Buni berishdan ko'rib yurgani psixikasi sinmadimi? Keyingi seriya Labay? Keyingi seriya Ko'rib yurgan bolalar Aha. psixikasiga nimadir o'zgarish bo'ladi? Yishukak bo'ladi. Zombi bo'lib qoladi. Ana sizni oldingizda turaveradi-da, ana ruhi boshqa joyda. Sizni eshitmaydi,
kulib turaveradi lekin. Ondan keyin keyingi seriyada Shu azoblanish, masalan, keyingi seriyani kutishi. Keyingi seriyani kutishi, yana qahramoni qiynalsa qo'shilib kecha kuni realchilar o'zini o'zi yeb yuruvdi-yu. Futbol ham shuni bittasi aslida. O'yinlar ham shumi? Shu. Kim bilan qanaqa qilib zapret qilishni aytasiz? Zapret qilib bo'lmaydi. Nima? Analog beradi. Ha, yashang. Analog boshqa yo'li bor. Yechimini aytaman. Ha, yechimini aytaman. Yana biz G'ayrat aka bo'lish kerak. G'ayrat aka so'rovdilar bu mavzuni qanaqa qilish kerak. Videoni ko'radilarmi? Ha, ko'rishadi. Ko'radimi? Ha, bo'ldi. Yana Agressiv ehtiyojni to'liq qondiradi. labay Agressiv jahl, azoblanish. Yana yo'q. Bor bo'lish. Iste'molsizlik. Iste'mol ham yo'q. Xavfsizlik ham yo'q. Bor bo'lish bor. Bor bo'lish nima bilan? Yana Bu jarayonda o'zi ham qatnashyapti-ku, misol uchun. sinfdoshlar shu narsani ko'ryapti. O'sha hayotda yashash. hech bo'lmasa unda shu bor. Bu degani ota-ona qolgan hamma narsadan ana alternativni yechimini tushunyapsizlarmi gap nimadaligini? Bolani qahramonlarni o'rniga o'zini qo'yishini alternativa sifatida o'zini bir ishni qahramoni qilishingiz zarur. Bir joyi, bir ishi, bir sohani, bir yo'nalishi, hech bo'lmasa uyda bir burchagi mana shu joy senga o'zing xohlaganingcha ana 3 hafta o'rgangan narsamiz yerga qo'yib shu so'yib yubordingizlar, lekinchi qon oqib ketdi aytgan. O'ziga hudud berish. Ha, o'sha qaysidir narsani qahramoni. O'g'il bola bo'lsa, ota-onalar sifatida qaranglar, hatto boshida bunga. O'quvchi sifatida keyin qaraysizlar. Ota-ona sifatida bolangizni o'g'il bola bo'lsa, bozorga olib bordingizmi, nima olaylik, sen tanla, sen olib kel deb so'rang. Shuni qildiring. Qiz bola bo'lsa, nima pishiraylik, qanaqa pishiraylik deb so'rang. Va uni bozorlikni olib kelgan paytda qarang, kim olib keldi bugungi bozorlikni. U nima bo'lsin? Pishirgan paytda adasi qarang, kim pishirdi buni? Va o'quvchiga nisbatan bo'ladigan bo'lsa, bugungi bu haftamizni g'olibi, bu darsimizni eng yaxshi ishtirokchisi, qahramon qilishingiz shart uni. Ikkinchisi, erkin fikr va gap. Tushunyapsizlar, gap nimadaligini o'sha. Bir tiyin-ku bizga. Bolam gapir, hamma gapingni eshitaman. Dadil gapir, tez gapir, gap o'chir, borib o'tir, jim, kerak emas senga. Senga tayinli gap chiqmaydi. Xo'p, bo'ldi, uzr. Bo'ldi, unga boshqa ish kerak emas. Miyasida katta travmani tiqib bo'ldinglar, o'zini kallasidan katta уже. Gapirmayman deydi. Yaxshisi qaraydi, telefondan cho'nchakni oladi, shuni chiqarib ketdi shu bilan. O'yinni boshlab yuboradi, yo'qsa multikni boshlab yuboradi. Tushunyapsizlarmi? Chunki endi shu yerda bir narsa aytib o'tishim kerak. Har xil o'yinlar bor. Bolalarni har xil narsaga yo'naltirayotgan odamlar bor o'yinlarning ichida.
Bilasizlar, ular hammasi erkin fikr beradi bolaga. Gapirtiradi, oldin ichidagini chiqaradi, keyin yo'naltiradi. Biz tuppa-tuzuk ishga yo'naltira olmaymiz-da. Ular qanaqa xunuk ishlarga yo'naltirib yuboradi lekin. Chunki ular o'sha paytda bola bilan gaplashayotganda nimasidan voz kechadi? Uni tan oladi birinchi. Bolani tan oladi. O'zini menligidan voz kechadi. Keyingisi. Nimadadir yutib tursin bolangiz, o'quvchingiz. Musobaqalar qiling. Birinchi darsda ham aytdim musobaqa to'g'risida, esingizda bo'lsa. Qolgan ehtiyojlarni ham bu nima qilish kerak? Yopish kerak. Azoblanish, rohatlanish, egalik qilish, bor bo'lish, tan olinish. Kimnidir jazolash bo'yicha bizda bolani fikri fikrmi? E'tibor beringlar, maktablardachi provokatsiya qilgan odam chetda qoladi. Ani provokatsiyaga ilinib urgan odam doim gap eshitadi. Konfliktli vaziyatlarda bolani fikrini eshitishni odat qilinglar. Biz konfliktli situatsiyada sen o'zing aybdorsan, bekor urishing kerak emas edi. U kimnidir jazolashi kerak. Ayniqsa aka-ukaga bo'ladi. Farqi yo'q. Sobir biringni. Bunaqa deb o'tirmang. Kim haq nohaqligini ajratib oling. Biz nima deymiz? Yarashib ollaring, tez yarashib ollaring. Ani urib yurgani biladi, adam shunaqa deydi baribir. Hozir bitta solaman, yig'lab beraman, va adam yarashib olinglar deydi, bo'ldi. Men hech qanaqa jazosiz qovuraman. Nariga odam ichida yig'ilib boradi bu narsa. Endi katta bo'lganidan keyin mana shunday odamlar hammani jazolagisi keladi. Qo'liga 4 so'm tushib qolsin, qora jentra, birovga yo'l bermaydi. O'shaqa solaveradi hammaga. Telefon olgan bo'lsa, uni telefonni butun dunyo ko'rish kerak. Hammaga ko'rsatib qo'ygisi keladi, qo'lidan nimadir kelganda. Hammani jazolagisi keladi. Agar lavozimga o'tirib qolsa bormi shunaqa odam? Allohu akbar. O'shaning uchun aytilinadi, bir ishni qo'lidan kelmaydigan, ahli bo'lmagan odamga berilsa, o'sha ishni qiyomatini kutaver deydi. U tugaydi o'sha ish, o'sha narsa. Endi xo'p, bemalol. Bu hozir maktab o'quvchisida mana shunaqa holat bor va unga sifatli maktabda qilindi, chora ko'rildi. Lekin u oilaga uyda lekin bunaqa narsa baribir davom etadi. O'sha holatda qanaqa? Oilasida ham buni targ'ib qilishga ota-onasiga Yo'q. Agar ota-onasi kelib sizdan so'rasa gapirasiz. So'ramasa yo'q. Nima deb so'rash? Bolamiz shunaqa qilyapti, nima qilsak bo'ladi? ya'ni bu animadan uzoqlasha oladimi agar maktabda mana shu narsani qiluvchi ya'ni uzoqlashtirish uchun mana shu choralarni alternativlarni qilsak, unga bu narsani lekin davom ettirilaversa ko'rishni unga yechim bo'lishi. Amerikani Afg'onistondagi askarlarini 100%ni 95% narkoman bo'lib ketgan. 100% askarlardan 95% narkoman bo'lgan. Nima sababdan? Stressdan. O'shandan qutulish uchun, chiqib ketish uchun.
Va Amerikani правительствоsi juda qattiq holatga tushgan. Chunki tasavvur qiling, 200 mingta narkosh qaytib kelyapti-da har yilda, sezonda. Lekin qiziq tomoni bo'lgan, ular o'zini vataniga qaytganidan keyin nima deb o'ylaysiz? Necha foizi qaytgan? Balki 50%. Qaytmagan. Stressdan qutulgandan keyin qaytgan bo'lishi mumkin. Buni 100% deb olaylik, a? 95 100% deb olaylik. Mana shu 95% dan 5%igina narkoman bo'lib qolgan. Qolgan 95% qaytib ketgan. Mana sizlarga aniq fakt. Bu anime bu narkotikchalik emas-da. Demak, sharoit yaxshilansa, o'shanga mos vaziyat bo'lsa, bola u narsadan chiqib ketadi. Telefonga yopishib qolgan bolalarni yaxshilab e'tibor beringlar, eslanglar. O'ynaydigan o'rtog'i kelib qolsa, telefonga yopishadimi? Bitta narsani tushunib qoldim. Hozir Amerikan askarlari Afg'onistonga kelib, o'tdagi muhtasi qilib qolishdi. Nimadir Endi erta o'ldirganda bir-birini. Urush bo'lgan, esingizda? Esingizda yo'qmi? 2001-yil Amerika Afg'onistonga o'zlarining askarlarini olib kirgan. Qachon olib chiqib ketdi? O'tgan yili, bundan oldingi yili chiqib ketdi. 22 yil, 23 yil o'sha yerda bo'lgan. Urushgan Afg'onistonda aholisi bilan. Ha? Tushundingiz-a? o'sha stress. Aha, yoshingiz nechida? Ha, bo'ldi, tushunarli. U urushlar boshlanganda siz endi tug'ilgan edingiz-da, o'shaning uchun. Tushuntira oldimmi? Ya'ni stress holatidan olib chiqib ketadigan bo'lsangiz, u o'sha muammoga, o'sha vaziyatga qaytmaydi. Mana shu narsa esingizda bo'lsin. Stressdan o'ynaydi. Misol keltirdi. Bu hozir katta odamlarning holatida misol keltirdim, lekin yosh bolalarning holatida ham aynan o'sha stressni o'zginasi. Tan olinmaydi. Tan olinmaydi. Gaplashmaydi hech kim. U bilan shug'ullanadigan odam yo'q. Unga hech narsa berilmaydi. Odam sifatida ko'rilmaydi. Umuman olganda e'tibor yo'q. Ana shundan o'ylaydi. Bolaga e'tibor yo'q degani uni albatta pulli joyda o'qitish masalasini aytmayapman. Odam sifatida e'tibor yo'q. O'sha real hayotga nisbatan buni afzal ko'rib qoladi o'shanda. Ha, конечно. Chunki hamma xohlagan narsasi bor-da yerda. U bilan bir xil yo'nalishda fikrlaydigan odamlar bor, bir xil yo'nalishda fikrlaydigan qahramonlar bor. Uni azoblanish, rohatlanish ehtiyojini mamdaka sakratib turadi doim. Hammasi bor. Ancha kuchli psixologlar ishlagan ekan, ish erkanda. Nimalar ustida? Chunki kino industriyasida birinchi o'rinda turadi. Anime birinchi o'rinda. Bu pul keltirishi bo'yicha ham birinchi o'rinda turadi. Bitta savol borda. Hozir siz anime yoki o'yin qanaqadir xohlagan Instagram ko'rish ham kirsa Bir xil. Yaponiya iqtisodiyotining asoslaridan bittasiga kirib qolibdi, anime. Faqat ko'pchilik ayollar men rohatlanaman deydi, lekin azoblanishi ko'proq. Mana shu hammasi. Nima unga gul berdi? Nima ayolimga deb mashina olib kelib berdi? Nima ular anita dam olyapti? U xotin o'zi umrida birinchi marta borgan, kreditga borgan u ham. Uni eri 24 soat telefonda olib yuraverib charchab ketgan o'zi asli. Bo'ldi, qaytib borib ajrashadi ular. Shu ezib o'rganidan, lekin siz unga havas qilasiz.
Uzr, qattiq tegib ketdi shekilli. Eng qizig'i ajrashganni qo'ysa ham ko'rib undan ham maza qilib azoblanadi. Nimaga ajrashdi deb tushunyapsizmi? Bir xil. Bolangizni fikri bo'lsin, eshiting. Bolangizni fikri bo'lsin, eshiting. Bolangizni fikri bo'lsin, eshiting. Bolangizni fikri bo'lsin, eshiting. Bolangizni fikri bo'lsin, qaysi tomonga yo'nalayotganini hisobga oling, eshiting. Bolangizni fikri bo'lsin, eshiting. Bolangizni fikri bo'lsin, eshiting. Alternativa bu. Buni zapret qilish iloji yo'q. Chunki shuni zapret qiladigan bo'lsangiz, endi yomonroq, opasniyroq chiqadi. Shunday agressiv bo'lib qoladi. Agar masalan Instagram ko'rib turgan joyda telefonni tortib olsa, men masalan o'zim shaxsiy hayotimda ukamda shunday bo'lgan. Ko'p scroll hozirgacha ko'p scroll telefon tortsa asab. Siz kelmadingizmi deb turgandim bugun. O'tgan safar urush janjal qilib yuruvdingiz. Xo'p, tushuntira oldimmi? Demak, Ustoz sabab bor. bemalol. Misol uchun endi boshlagan bo'lsa, anime ko'rishda uni o'zgartirish oson bo'ladi, lekin ancha vaqtdan beri ko'p o'rganib qolgan bo'lsa, unga qanaqa javob berish? Daraxtni bugun ekilgan bo'lsa qancha kuch sarflaysiz? 1 yil oldin ekilgan bo'lsa qancha kuch sarflaysiz? Xuddi shunaqa. Misol uchun bir xil faqat anime emas, masalan, koreyskiy kinolar, o'rganib qoladi. Uzoqroq olib ketadi. Birinchi o'chirda o'zimiz to'xtataylik. Turk seriallarni. Seriallarni, Instagram listach qilishi, Telegram'i bema'ni kanallarni. Sizlarga vazifa 99% Telegramdagi kanallarni o'chirib tashlashinglar kerak. 99%ni. Yo, ko'radiganingizni ham. Eng zarur bir dona yoki 2 donasi qolsin. Qanaqa yengil bo'lasiz? Hozirdan stressga tushyapman. Ha? Uje stressga tushyapsizmi? Mana biz o'zimiz bunga amal qilaylik. Boshqalargacha masalan, unga aytgan bilan foydasi yo'q demadim. Men o'rganib qolgan o'quvchilarda O'zimiz qilaylik birinchi navbatda. Ana tabibni hikoyasi esinglardami? O'zi o'sha kuni to'yib asal yegani uchun kimgadir asal yema desam baribir ta'sir qilmaydi. O'zi 40 kun asal yemasdan turib keyin gapirgan. Siz o'zingiz amal qilib turib, o'sha odamni oldiga shunday yaqin yursangiz, oldingizda tursa ham qo'lidagi telefonni qo'yib qo'yadi. Bizda unga o'zimizdan amal qilish yo'q. Ana uni o'yin o'ynama deb so'kamizda bu yoqda velikolepniy bek ketaveradi. Yana ham yomon ko'ribroq anaqa bo'ladi-da, bola o'zi tursa. Xuddi shu. Mana prosta his qilib ko'ringlar, mana qilinglar, lekin bu his qilish emas, bu qilish kerak. Yo bitta yo ikkita. Bo'ldi, boshqasi kerak emas. Instagram to'liq o'chirib olish kerak. Biz kanallar bo'lsa, o'sha kanalga kirilmasin. Orolada To'lab qo'yilgan. lekin nimani bor Bir kun bittasini Telegramimda ochilib qoldi, yonimda nimadir ko'rsatdi. Shuncha o'qilmagan сообщение-da. Yo, uni o'qib chiqishim kerak deyapti-da. U kanallar ular. Bilmayman, shu ispan tilini meksikanskiy dialektini o'rganishgacha kanalga qo'shilganda. Lekin hech qaysining foydasi yo'q. O'zingizlarni vijdoningizlarga havola. Sizlar amal qilsanglar, keyin boshqalar. yana nima qilib olaymiz? Mana buni hal qilib oling. Uni hal qilganda ham Hozir topshiriqlarga kelamiz hozir.
Endi. Demak, ehtiyojini hisobga olasiz, valyutasini hisobga olasiz, uni xulqini hisobga olasiz. Xulqi deganda nimani nazarda tutyapman? Shu joyda to'xtalishim kerak. Nima yozaman, aytinglar? Qiziqish ehtiyojga kirib ketadi. Og'ir bosib bo'lishmi? Platforma. Masalan, odobli. Vaziyatlarga ko'rsatayotgan reaksiyasi. Yashing. Emotsional holati. Yana. Aql darajasi. Misol uchun futbolga qiziqadigan odam bo'lsa, siz boshlaysiz. Faqat Real Barsaligini bilib oling. U Realni fanati bo'lsa, mamdagi bo'lsang, Messi bo'lasan, oq quvordim, kerak emas deydi. Bo'lmayman deydi, bo'ldi. O'rganib olishingiz kerak. Uchinchisi. Jismoniy holat. U baquvvatmi, kasalmi, og'riqmi, pakarmi, uzunmi, semizmi, qorami, oqmi? Hisobga olinglar uni. Chunki har bitta gapirgan gapingiz unga Og'riq berishi mumkin. endi hozir mana bu qizimiz aytdi, yana nima vazifa berasiz? O'zi baquvvat odam bo'lsa-yu, daftarda varog'ini ko'tarib tur desangiz, ustimdan kulyapsizmi deydi. Unga qanaqa zadachalar kerak? Kattaroq, og'irroq zadachalar kerak. Ha, o'sha momentdagi emotsional holati. Hozir qanaqa holatda turibdi? O'qituvchilarda shunaqa odat borku, bola jahli chiqqan bo'lsa, battar o'zinikini o'tkazgisi keladi. Yo, u jahli chiqib turgan bo'lsa, ustidan kulishni boshlaydi, hazil qiladi. Yo, noto'g'ri narsa bu. Bu juda xavfli narsa. O'sha momentdagi emotsional holatini hisobga olasiz. U bolani ehtiyoji nima? O'zi o'sha To'xtang. Uni ehtiyoji nima? Ben ehtiyojini hisobga olmayman. Prosta ben unga qilgani tushuntirishimga nishab qilgani uchun. O'zi o'shanga tushuntirishingiz kerak siz. Tushunishi kerak bo'lgan odam o'sha. Kurashamiz, kurashganman emas. Hamon kurashamiz. Ertaga borib ham kurashamiz. Ehtiyoji nima? Tinchlanish emotsional holat yaxshi bo'lsa. U bolani ehtiyoji nima? Yashang, ularni o'zi biladi. O'shaning uchun ulardan so'rayapman. Sizlarniki o'shaning uchun e'tiborga olganim yo'q. Nima qolaysan deyishdi? Yo'q. Agar men javob beraymi? Agar ustoz bosimni davom ettirsa, bola tinchlansa, yaxshilansa, demak azoblanish bo'ladi. Aha, yashang. Agar battar qilsa, boshqa narsa bo'ladi. Nima? Ehtiyoji nima? E'tibor, tan olinish, o'sha hududga egaligini ko'rsatib qo'yish. O'zini uyquga solgan odamni uyg'otib bo'lmaydi deydi. Bilasizmi shu gapni? Eshitganmisizlar shu gapni hech? Nima degani ma'nosi? uyg'otayotganimizni eshitib turadi-da, uyg'onmaydi. O'zi boshqaradi. O'zi xohlagancha ishlasa bo'lmaydi. Yashang. Yolg'on gap haqida ham shunaqa narsa bor. Yolg'on gapirganingni bilib turgan, yolg'on gapirishini bilib tursang kimnidir, ataylab unga ishonib tursang,
o'sha narsani sразу to'lov qilib berib qo'ying. Egalik qilish ehtiyojimi? Falonchi to'polon qilur, shu 4 ta parta sanga. Sanga. Faqat ovozing shu 4 ta partani hududidan chiqmasin. Chiqsa olib qo'yaman. Tan olinishmi? Shunda gapiryaptimi? Hamma falonchi ipga qarasin. Qarshi chalamiz. Tan olinish plani to'lsa uyaladi. Uni ehtiyojini tushunib olinglar, baraka topkirlar. Biz ehtiyoji bizga kerak emas, biz olamiz ehtiyojini deb boramiz, ketsa ket koridor burchagida. Hojatxona ham o'sha tomonda. Koridorga chiqarib olish bizning mag'lubiyatimizda. Kurashishingiz mag'lubiyatingiz. Kurashga kirishdingiz, yutqizganingiz shu. Demak, o'shanda o'sha bolaga nisbatan o'zi xohlayotgan narsaga ma'lum bir muddatga qo'yib qo'yish kerak degan to'g'ri. Ha, menga kichkina qog'oz beringlar, ortiqcha. Yirtish kerak emas lekin, bo'ladi. Bir don ruchka berib turing. Ben oching deganimda ochasiz. Ben oching deganimda ochasiz. Maylimi siz? Daftaringizni qo'yib. Siz ishingiz, men qo'lim ushlang. Meni itarib chiqarib tashlash. Itaring. Itaring, kuchingiz bormi? Yaxshi. Endi ochib o'qing. O'tiring. Ovozingizni chiqarib. Sizni oldingidan ketadi. Siz o'qing. Sizni oldingizga boradi. Ular boshqarmadi, men boshqardim. Kurashga kirishdingiz degani yutqizdingiz degani. Chunki u xohlagan tomonga yuryapsiz siz. O'zingiz xohlagan tomonga emas. Endi yetib keldimi? Sizni kurashga olib kira oldimi, yutqizganingiz shu. O'sha zahoti oq bayroqni ko'tardingiz degani. Falonchi deganda shunda ting oq bayroq. Sen yutding, seni gaping o'tdi. Chunki seni provokatsiyangga men nima qildim? Bo'ysundim, ilindim. Biz buni g'alaba deb hisoblaymiz, u g'alaba emas. Bizi asabimiz ketdi. Sog'lig'imiz ketdi, quvvatimiz ketdi, vaqtimiz ketdi. Kuchimiz ham ketdi. Bitta bolaga vaqt sarflab 30 ta bola o'shancha vaqt ilmsiz qoldi. Eng qiziq boshqa o'quvchilarga o'shani qo'llay boshlaydi. Dars o'tishga nimadir yoqmasa, masalan, bizning darsimizda holatimizda ham shuni dars o'tishga. Mana bu qizimiz aytgandek, hamma darsni o'yinga aylantirib yuboringlar. Nechinchi sinfligini farqi yo'q. Imkoniyatlar bo'lsa. Chunki o'sha o'yinni, o'sha rohatni esinglarda bo'lsa 9 ta ehtiyoj bor edi. Mana buni plani to'ldimi? O'yin o'ynamaydi. Bo'ldi, to'xtaydi.
Ha? Siz eshitasiz. Keyin boshqa narsa qiladi. U sizga bog'liq endi u. Endi siz boshqarasiz ularni. Qaysi tomonga yurishini. Tushuntira oldimmi? Nima savollar bor? So'ring. Shahar maktabida ishlab ko'rganman. Ha? Shahar maktabida. Aha. Oddiy shahar bolalari shu narsani kuzatganmanki, e'tibor talab bo'ladi. Sababi masalan men jazo tariqasida ertaga ota-onani chaqirtiraman deganimda, otalarni ko'rsak salom ayting degan gaplarni. Yaxshi bo'lsa, oyisi bilan gaplashganimda shunaqa daftarlar yo'q ekan. Daftarlaridan ozgina nazoratga olib bering, men darsda yozdiraman desam, halolga daftar olib chiqishim kerak. Lekin ota-onalar shu narsalarni ochiq eshitganman-da. Ya'ni demak men tushunganman, bolaga asosan e'tibor har xil kayfiyatga keladi. Ota-onasi ertalabdan chiqib ketadi. U boladan hech kim so'ramaydi, ertalab choy ichdingmi? Tashqari sovuq harorat sezyapman mana shu narsani. E'tibor kerak bu bolaga. Xo'p. Endi butun mavsumni, butun yilni, butun chorakda unga e'tibor qaratib, demak, avvalo bunga hozir e'tibor kerak, yaxshi gap kerak deb o'tkazib yuborishim kerak. Oilaviy narsani shunday tashlab yuborish kerak. Uni uyda nima yeb keldi, nima ichib keldi, aralashmanglar. Yo'q, ochiq oyda bu narsani so'ramayman, lekin bilib turibman mana shu. Bilgan bo'lsangiz ham. Sababi siz shu holatda uni yashash tarziga pretenziya qilyapsiz-da. Va u o'zi bilmagan holda sizga qarshi kurashadi. Tushunyapsiz-a? O'sha paytdagi ehtiyojini aniqlang. E'tibormi? Xo'p, tan olinishni xohlayaptimi? Хорошо, tan olib qo'ying, bo'ldi. Keldingmi? Ha, yaxshi ham kelibsan, bo'ldi. Unga kerakli gapni, u xohlagan gapni aytish bilan beriladi e'tibor. U eshitishni xohlagan eng eshitishni xohlagan gapi nima? Erkaklar bilib olinglar, ayollarni eng eshitgisi kelgan gap bor. U bez отказ. Aytmayman lekin. Ha? Yo'q. Bu 3 kun ishlaydi. 4-kuni voz kechib yuboradi o'sha erkakdan. Ehtiyojinglarni topib gapirdimmi? Tushuntira oldimmi? Xuddi shunaqa. Aytmayman. Intriga qolishi kerak. Har doim. Hamma vaziyatda har xil, lekin intriga ushlab turishinglar. Shahrizodaning 1001 ertagi degan ertak kitob bor, bilasizlar-a? O'sha kitobda bitta holat keltiriladi-da. Podshoh har kuni yangi joriya olib keladi-da, o'ldirib chiqarib yuboradi har kuni. Har kuni shunaqa qiladi, o'ldirib chiqarib yuboradi. Ertalabki o'ligi chiqaveradi. Shunaqa bo'ladi-da u. Keyin bitta o'sha qolmaydi, qiz qolmaydi shaharda. Bitta qizni olib kelishadi, soppa-sog' chiqadi. Ertasi kuni ham sog', 3-kuni ham. Oxiri unga uylanadi shu podshoh. Yillar o'tib keyin so'rashadi, nimaga bunaqa bo'ldi desa, har kuni kechqurun bitta mavzuda bir hikoya boshladim, tugamasdan, oxiriga yetmasdan tugatib qo'yardim, ertaga aytib beraman. Mana shuni intriga deydi. Ana ayollar eringlarga yozasizlar, soat 11:30 da yoki ishga yetib borgan payt, dada siz bilan gaplashib olishimiz kerak edi. U kechgacha qilmagan gunohlarga ham tavba qilib boradi. Ado bo'lib pishib bo'ldi уже, hammasini tan olgan, to'liq. Lekin bilmaydiki, eri o'sha payt, men ham sen bilan gaplashib olishim kerak, endi siz tavba qilasiz. Mana buni intriga deydi. Tushuntira oldimmi? Intriga doim turishi
Kerak. Nima mana shu odamda savol bo'ldi, uzilib qoldi. Valyutani oxirigacha. Valyutani. Ha, valyutani qolgani sizlarga kerak emas-da. Qolgani pulli-da. Bu ham intriga. Nimadir demoqchi edingiz? Xo'p, iste'mol ehtiyojini aqliy, ruhiy, qalban tushungandik. Shu aqliy iste'mol ehtiyoji bilan ilm olish ehtiyojining farqini aytsangiz, iltimos. Aql ikki xil aql. Ikki xil aql to'g'risida gapirdim, to'g'rimi? Birinchi aqlni iste'moli qachon bo'ladi? U yangi ma'lumotni qabul qilganda, butunlay yangi ma'lumotni. Hali eshitmagan ma'lumotini qabul ko'rganda, o'shanda to'lishni boshlaydi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni agar bugungi boshlagan gapirgan mavzularimiz siz uchun qachonlardir tanish bo'lgan yoki eshitgan mavzuyingiz bo'lganda, unchalik e'tiboringiz bo'lmas edi. Butunlay yangi ma'lumot bo'lgani uchun eshityapsiz. Ikkinchi aqlnikini nima degan edik? Ajratish. Sog'liq aql. Aqlmot. Aqlmot. Nima edi? Sog'lom aql. Sog'lom aql. Uni ehtiyoji nima edi? Qalb iste'moli. Vijdon bilan tafakkur. Ehtiyoji nima edi? Uni yeyishi. Nimadan ozuqa olar edi? Yangi ma'lumot. Yo'q. Yaxshi ko'rgan inson yaxshi Yo'q. U qalb u. Tafakkur qilish bilan. Tafakkur qilish bilan. qabul qilish, masala eshittirish va qalbiga yaqin insonlar bilan bo'lish. Tafakkur qilish bilan ozuqa oladi. Tafakkur qilish nima? Yaxshi vaziyatga yaxshi yomon qanaqa baho berib, bu to'g'ri, bu noto'g'ri ajratish. O'sha bir ishni ma'nosiga yetib borish. Ya'ni hikmatini izlash. Hikmatini topsangiz ozuqa olaveradi. Любой odam har qanaqa vaziyatda hikmat topishi mumkin. Agar xohlasa. Keling, любой narsadan izlab ko'ramiz. Xohlagan narsangizni tanlang. Ko'rgan narsangiz, eshitgan narsangiz, bo'lgan narsangiz farqi yo'q. Любой narsadan. Ayting. Hikmat izlab ko'ramiz. Ha. Xo'p, men demak, sal Ko'zingizga ko'r. qiyinroq bo'lgan narsani aytishim kerak, shuni hikmatini Mayli. Mayli, qani urinib ko'raylikchi. Xo'p, bitta savol berib Bemalol. savol shunday demoqchi edim. Masalan, biz deymiz-ku, bizda ongimiz bor, bizda miyamiz bor, bizda vijdonimiz bor, bizda nafsimiz bor. Shu qaysi bir asosiyroq? Ya'ni hayvonlarda bor bo'lgan narsa ham bor-ku bizlarda. Chunki miya degani o'zim bizni miya boshqaradi-da. Ko'z ko'radi, quloqqa nervlar, harakatlarimiz miya, miyani ong bilan boshqarsak ham bo'ladi. Qalbimiz bor. Umuman biz deganimizda ko'p narsalar bor. O'shani qaysi biri bizda asosiy? Va qaysi bir qanday vazifalar? Aslida hech qaysi sizniki emas. Tegi. Hammasi sizga arendaga berilgan narsa. Nafsingizni xohishlari dunyoga bog'liq. Ruhingizni xohishlari Xudoga bog'liq. Qalbingizni xohishlari his qilishni ko'pligiga, turini ko'pligiga bog'liq. Aqlingiz hamma narsani ushlab turishni xohlaydi. Demak, hammasini o'rni har xil joyda. Mana bunisi glavniy deya olmaysiz. Chunki hozir misol uchun boshim glavniy desangiz, oyog'ingizni shunday olib qo'ysa nima qilasiz? Tushuntira oldimmi? Hammasini o'rni bor. xo'p, adolatsiz qaror qabul qilayotgan odam o'zi ham chiqarayotgan qarori noto'g'ri ekanligini bilayotgan vaziyat deylik. Xo'p. Undan qanaqa qilib buni chiqaramiz? Davud alayhissalomning davrida bir devona bo'lgan ekan. Devona g'alati odati bor ekan. Odat shu ekanki, Xudodan har doim so'rar ekan, "Ey Xudo, meni vashi dangasa qilib yaratgansan. Meni dangasa qilib yaratgansan, meni shunaqa yaratgan ekansan, menga tekindan tekin rizqni o'zing bergin. Men ishlashni xohlamayman."
Doim shunaqa duo qilar ekan. To'yda, ma'rakada, azada, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar. Bir kun uyda o'tirsa, kichkinagina hovlichasi bor ekan. Eshigi ham kichkina ekan. Shu eshigini buzib bitta katta buqa kiribdi. Hovlisida aylanayotsa, halini ushab ana Xudodan so'raganim keldi debdi. Shuni so'yib qo'yibdi. So'yib, qo'shnisi qassob ekan chaqiribdi. Endi terisini shilib tursa, buqani egasi kelib qopti. Buqani egasi kelibdi-da, "Mani buqam kirib qolibdi, so'yib qo'yibsan. Xo'p, bergin qaytarib desa, bermayman" debdi. Nimaga desa, "Men Xudodan shunaqa duo qilardim, o'shani berdi" debdi. "Iye" debdi. "Sen g'alati ekansan, bu meniki" desa, "Yo'q, bermayman" debdi. Unda podshoni oldiga boramiz debdi. Payg'ambarning oldiga boramiz, qozining oldiga boramiz. Davud alayhissalom ham payg'ambar bo'lgan, ham podsho bo'lgan, ham qozi bo'lgan. Qarorlarni bittada chiqargan har doim. Borishibdi, navbati kelibdi, kiribdi, boshlabdi. Boy, men falonchi, falon joyda menimcha buqam bor, menimcha yilqim bor, menimcha podam bor. Falon bugun ertalab mana bu joyimdagi bitta buqa qochib ketdi. Qidirib kelsam, mana buni uyga kirib ketgan ekan. Uyga kirib bordim, so'yib qo'yibdi. Buqamni ber dedim, bermadi. Shuni olib bering debdi. Fakt bilan gapiryapti-da endi. Hali devona turibdi ekan. Sen nima deysan? Desa, men Xudodan shuna duo qilib so'rar edim debdi. Xudo o'shaning uchun berdi debdi. Desa, Davud alayhissalom qaytarib bergan buqasini debdi. Yo'q, bermayman. Ha, qaytarib ber debdi. Hali devona shunda sajdaga yiqilibdi-da, duo qilibdi. Ey Xudo, meni ko'nglimga solgan narsangni payg'ambaringni ham ko'ngliga solgan debdi. Davud alayhissalom o'zgarib qolibdi-da. Ertaga kelinglar, ertaga aytaman qaror. Hamma hayron. Bittada qaror chiqadigan joyda cho'zilyapti. Ertasi kuni shahar to'planib ketibdi. Yana boshidan boshlanibdi. Men boy falon joyda menimcham bor, men u qaraganman, bo'lgan kecha ketib qoluvdi, qidirib borsam aytdi ekan, so'yib qo'yibdi, ber desam bermadi. Davud alayhissalom duo qarab dedi. Buqangdan kechib qo'yaver debdi. Yo'q debdi. Buqangni ber debdi. Yo'q, bermayman. Meni haqqim nima bo'ladi debdi. Siz shariatga nima amal qilmayapsiz? Yangi shariat ixtiro qildingizmi siz? O'zingiz nima deyapsiz? Bermayman. Bu meni buqam, men katta qilganman. Ber buqangni. Yo'q. Shunday ilmlar borki, ochilib ketib qolsa ko'tara olmaysan. Yo'q, bermayman. Shunday qozonlar borki, yopiq turibdi, ochilsa chida olmay qolasan. Yo'q, bermayman. Rosa ko'ndirishga urinibdi. 1 soat, kitobda aytilishicha 1 soat ko'ndirishga uringan. Bermaysanmi? Yo'q. Bermaysanmi? Yo'q. Qaror. Buqa devonaga o'tkazilinsin, muhr. Ali boy baqirishni boshlabdi. Siz nima qilyapsiz? Kimsiz siz? Kimsiz Xudoning berganiga qarshilik chiqadigan? Siz meni haqqimni berishingiz kerak. Shunaqa gapiryapti ekan. "Ho'y, rozi bo'l." Yo'q, rozi emasman. Rozi bo'l. Yo'q, rozi emasmisan? Yo'q. Boyda hamma mol-mulkni devonaga o'tkazib berasiz. Qaror muhr. Hamma shokda. Haligi endi boy yotib olib, ustiga tuproqlarni sepib, yig'lab, dumalab dod deyapti emishda. Yana 1 soat. "Yo'q, rozi bo'l." "Yo'q, rozi emasman." "Rozi emasmisan?" "Yo'q." Boy farzandlari, ayollari, qullari hammasi devonaga qul qilib berilsin. Endi butun shahar to'polon qilishni boshladi. Qo'zg'olon bo'ladi ekan. Buni sirini bilishni xohlaysizlarmi? Yuringlar, shahardan chiqamiz, sahroga chiqamiz. Hamma ketibdi. Bitta joyga borganda Davud alayhissalom odamlarni to'plab, aholi juda katta aholi kavlaylamashdi. Kavlashib, taqqati bir narsaga tegibdi. Olsa kalla suyagi. Bu debdi boyga ko'rsatib. Falon shahardan bizi shaharga ko'chib kelayotgan falonchi ismli boyni quli edi. O'zini xo'jayini shu joyda bizi shaharga kirishdan oldin dam olib to'xtadi. Uxlab yotgan paytda u o'zini xo'jayinini kallasini uzib tashladi. Uni pichog'ida o'zini ismi yozilgan. Pichog'ini anetga ko'mdi debdi. Borib qidirsa pichog'i ham chiqqan. Pichog'ida ismi ham yozilgan. O'sha pichoq chiqqan. Sen debdi boyga qarab, shu paytgacha agar o'sha boyni qarindoshlaridan 1 marta xabar olganingda Xudo gunohingni kechirib yuboradi. 1 marta xabar olganingda, lekin hech qachon xabar olmading. Ular shu darajada qiyinchilikda yashadiki, hamma farzandlari o'lib ketdi. Ochlikda, qiyinchilikda o'lib ketdi. Navaralari ham o'lib ketib, bitta odam tirik qoldi. Mana shu devona o'shadi.
Siz adolatsiz hukm chiqarilayotganda bilingki, aslida ish orqaroqda bo'lgan. Hukm hozir bo'lyapti xolos. Endi yetib keldimi? Hamma holatdan hikmat chiqaraverasiz. Savol bor edi. Albatta. Oxirgi savol. Hozir biz o'quvchilarni to'g'irlash, ularni yaxshi o'qitish haqida gaplashyapmiz. Ana shuni qilish uchun avval mana bu aytilgan narsalarga amal qilishimiz kerak bo'ladi. Amal qilishimiz kerakligini sababi siz aytgandek tabib bo'ldek, o'zimizni to'g'irlashimiz kerak. To'g'irlasakkina ularga yuqadi, o'tadi. Shu o'zimizni to'g'irlashimiz uchun, ya'ni amal qiladiganlardan bo'lishimiz uchun nima tavsiyalar bera olasiz? Eshitganingizni eksperiment qilib ko'ring. Biz doim qulay moment kutamiz. Yo'q. Hozir sinab ko'ravering. Qachonki kichkina narsalarda amal qilib o'rganasiz, shunda katta narsalarda oson ishlaydi. Ana ko'p hazillashadi, bizni kung fu master deb. O'quvchilarni o'zi kung fuda bir uslub bor, bilasizmi? Hamma narsani ana sekin qilishadi, ha? Nima sababdan? Hech qiziqib ko'rganmisizlar? Bir tiyin sabr. Konsentratsiya joyiga. O'zini tahlil qilish. Yo'q. Ha? Sizga yaqin. Tanasini xotirasiga o'sha harakatlarni o'rgatish uchun, tanani xotirasiga. Kritik moment kelganda xuddi o'sha harakatni o'zi qilaveradi tana. Siz boshqarmasangiz ham. Tushundingiz-a? O'shancha aytayapman, kichkina narsada eksperiment qilaverasiz, sekin-sekin qilaverasiz, kritik moment kelganda o'zi ishlaydi keyin. Biz o'sha kritik momentni kutamiz, keyin kritik moment kelganda tars deymizda. Keyin yozib beramiz. Tushuntira oldimmi? Xo'p, o'tgan safar qaysi kitoblarni aytdim? Illyuziya. Richard Bach, Illyuziya. Richard Bach, Illyuziya. Oxirgi darsimiz kelasi hafta imtihon qilaman. Yo'q, o'zim bilaman. Yo'q. Ana boyaga ketgan narsa bitasizmi? Qaysi birini? Hamma ayollar so'raydi. Tushunga yetadi. Yo'q. Uni bu yoqdan. Labbay? Aytilganlarga amal qilsanglar bo'ldi, o'tib ketasizlar. Aytamanba, aytilayotgan kitoblardan ham tushadimi? Yo'q, amalda qilib berishingiz kerak. O kitoblarda prosta sizni tushunib olishingiz uchun shanslar ko'p xolos. Real vaziyatlar berilgan. Bugungi darsimiz shu. Kelasi hafta ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bach, B-A-X. Xoldorofdagi X.